Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Mana xudo xolasa yangi taqvo tandir kolbasamiz chiqib qoldi. Mana yarqillab, qarsillab chiqqan mana ho'kizni qop-qora go'shtiga qo'ydi dumbasini, lahmini aralashtirib tiqqanmiz. Inshaalloh mana xudo xolasa juda ham mana ajoyib chiqqan. Mana yuzida archalari bilan turibdi. Mana hozir tandirdan chiqardik. Nasib bo'lsa xudo xolasa xohlovchilar bo'lsa telefon qilishsa albatta harakat qilamiz yetkazib berishga. Raqamimni eslatib o'taman. 94 331 57 27 raqamim. Yana qaytarib aytaman. Taqvo tandir kolbasamiz ho'kizni lahm go'shtiga qo'ydi dumbasini qo'yib qilganmiz. Sumbul, zanjabil, o'zimizni tog'ni ziravorlari hammasi naturalni. Hech qanday qo'shimcha yo'q. Mana yuzidagi mana shular ichakni o'zimiz qataron qilib, o'ng chap qilib, xuddi klyonkadek qilib tozalab tayyorlaganmiz. Hech qanday shak shubhasi yo'q. Bemalol kim agar anaqa qilsa, nasib bo'lsa murojaat qilishsa harakat qilamiz yetkazishga. Hammani Alloh taolo ro'zg'orlariga baraka, xayrlar yog'dirsin. Kim kimga yaxshi niyatlar qilsa, Alloh taoloning farishtalari o'zingga ham deb turar ekan. Bizga yaxshi niyat tilaganlarni hammasiga biz ham yaxshiliklar tilaymiz. Alloh taoloning farishtalari amin deversin. Salomat bo'lingizlar, sog' bo'lingizlar. Kasal bo'lmalaringiz.